Men Tojikistonda yashagan paytimda kinolar, ko'p kinolar chiqqan. Jura shikor chazminarxar, tojikcha agar gapirsam, Jura охотник из Minarxara. Endi 1000 kecha ma'ruf nimasini ertaklari. O'shda Gennadiy Aleksandrov musiqalari hammasi bo'lgan, bastakor bo'lgan. Gennadiy Aleksandrov meni eng yaxshi akam aytganki, qanaqa qo'shiqlarim bor, men yozgan qo'shiqlarim dedi, pisaram, bu saniki. Xohlagan paytda aytavergin, qayerda aytsang aytavergin. Men nabarob rozi bo'laman bu narsaga. Ismigul O'zbekistonda qanaqa paydo bo'lgani? O'ktam akam turmush o'rtoqlari Elmira Kenayam so'zlarni yozganlar. Elmira Iskandarova. Shunaqa so'zlarni topishimiz kerak edi. Oddiyroq bo'lsin, qiyinroq so'zlar bo'lsa, xalqqa qanaqadir nimasi boshqacha bo'lardi. Burxon Berdiyev ukamiz bor, aranjirovщик, muzikant. O'ktam akam aytdilarki, senga yarasha bir anaqalar bor. Bir oldinga bir agar ishonch bildirib senga shu murojaat qildim, bir ishlasak, shunaqa dedilar. U paytlarda marasa ko'p Yusuldur degan Senegaldagi nima bor, o'sha Bulma sen, bulma qismatida nga foqmiyo. Hamma limetki kisamasu aksigina. O'shani soundni eshitib, men Burxonga aytdim, Burxon, davay mana shu nima qilaylik. Shu stilda, lekin sal o'zgartiramiz. Baribir milliroq narsani qoldiramiz dedim, lekin mana shu stilda olamiz. O'zimiznikiga qanaqa aranjirovkada keyin ishlaymiz-da aranjirovkada. Burxonga qo'yib berdim. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. Eshitasiz, orqaga qaytarib yana eshitasiz, yana orqaga yana ichimdagi xohlagan narsani yaqinroq bilishing uchun mana senga shunaqa narsa, material senga bir 8 tak, 10 tak narsada bu. Topshiriq tushunarlimi? Mana tushunarli. U PSR 500 da uni bajara olmaysiz. Oldiga qo'ygan talab edi. Keyin u paytda mana Ensoniq TS10 bo'lardi. O'ktam akam aytdilarki, mana senga Ensoniq TS10. Mana senga ishlashga sharoit. Mana ishla. Bo'ldi, u men уже bu instrument bilan kasal bo'lib qoldim. Hech qanaqa pul haqida, hech qanaqa bo'ydoqmiz, studentmiz. Faqat ijod qilish kerak bo'ldi. Keyin uylarga bordik, instrument yoqib berdilar. Mana senga naushnik, ertalabdan kechgacha mana shu instrument senga nima qilsang, qanaqa o'rgansang o'zing bilasan. Quloqimda naushnik bor. Hech kimga xalaqit bermayman, bitta xonaga o'tiramanda taqir-tuqir vaqt qanaqa tez o'tganini ham bilmaymiz. Hozir misol agar bunday TS mana shu muzikantlar bilsa, hayron qoladi-da. Hozir bu eskiroq instrument, lekin o'sha paytda eng daraja oliyda bo'lganda bu asbob. Shuning uchun shu faqat bitta shu asbobda qilganlar deymiz. O'sha Ismigulni vstupleniyasida skripkalar ketadi. Birinchi violonchel bilan kontrabaslar bang bang qilsa, bu yerda skripkalar bang qiladi. O'sha asarni boshidan o'zi nima demoqchiligingizni tinglovchiga, eshituvchiga ko'rsatishingiz kerak. O'zi musiqa kanta deydi. Shu kant o'zi zo'rda, mo'shniy kantasi. So'zlari ham o'ziga yopishdi-da mana shu muzikaga. Gennadiy Aleksandrov buni shuni bastakor yozdilar buni. Bundan o'zi chiqib keta olmaysiz. Buni bastakor qandoq bo'lgan bo'lsa, shuni xuddi shunaqa bitkazib berishingiz kerak. Uni o'zgartirishga haqqingiz yo'q. Gennadiy Aleksandrov yozgan nimani ham, muzikani ham chiroyli yozilgan, professional darajada yozilgan. Chunki yurakka yoqadigan nima bo'ldi-da. Shuning uchun endi nima deysiz, qanaqa desam, ham mehr berilgan, ham nima bo'lganda, men misol shu darajada uverенный bo'lganmanki, bu qo'shiq baribir o'zini o'rni nimasi, joyini egallaydi. O'rtasiga royalni solsa kelganda, chalishiga, ijro qilishiga havas qilgan bolalar bor, o'rtoqlarimiz. Bu Ulug'bek Palvanov,
Yevgeniy Murskiy ularni chalganini ko'rib biz havas qilardik. O'shalarga sal bir yaqinroq bo'lsin, shularga o'xshasin deb o'rtasida skripkalarga berilgan solani royalda chaldim. O'zbek filmda xronika bo'lgan. O'sha xronikada lentaga yozganmiz. O'tda bo'lmagan, o'tda bilasiz bo'lmagan. Hozir misol kompyuterda yozadi, bitta joy o'xshamasa to'xtatadi, yana boshqatdan o'tib, faqat lentada qanaqa aytsa srazu aytasiz-da, o'tda kesib qo'ymaydi. Shu menimcha zvukorejissyor Losha bo'lgan. O'sha paytda xronikada lentada yozilgan, shuning uchun u eski aranjirovka ham qanaqadir nimasi saundi boshqacha chiqqanda.